hurmati erkakni qachonki tushib ketgandan keyin ayol kishi kerak bo'lsa so'kadi, kerak bo'lsa sansiraydi, kerak bo'lsa baqiradi. Nimaga? Chunki gapirayotgan gapi qilayotgan ishiga to'g'ri kelmaydi. Qilayotgan ishi gapirayotgan gapiga to'g'ri kelmaydi. Erkak kishi shuni hisobiga obro'sini yo'qotib qo'yadi. Belabzlik va betofiqlik deydimi? Shu narsalar hurmatni yo'qolishiga olib keladi. Erkak kishi aytdimi, va'da berdimi, qilish kerak. Qilmadimi, obro'si, hurmati yo'qoladi. Bo'ldi, mana shu asos o'zi. Erkak kishining labzi, gapirgan bitta gapi asos bo'lishi kerak ayoliga. Ayoli undan ozgina o'sha gapini eshitib, bu hozir menga dag'dag'a qilib qo'ymasin. Men senga hali ko'rsatib qo'yaman demasin. Chunki bu labzli erkak. Bu gapirdimi qiladi deb ichidan qo'rqib turish kerak. Ana o'sha haqiqiy erkak bo'ladi. U gapirib, va'dasida turmasa, aytganini qilmasa, ayoliga va'dalar berib turib, men sen bilan har doim